Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Ukam uyimga, xo'jaligimga ishlatish uchun shu turdagi eng kichkina bo'lgan 7 ot kuchli motobloklardan olmoqchiman. Lekin bu 7 ot kuchli motoblokni olganimdan keyin nima ishlar qiladi degan akalarimiz uchun e'tibor beringlar. Bugun agroservis do'konimizda 7 ot kuchli motobloklarning har xil agregatlari bilan sizlarga narx-navosini, ma'lumotini berib o'taman va kimdagi mana shu turdagi 7 ot kuchli motoblokni uyiga, xo'jaligiga olib ishlatmoqchi bo'lsa, shu turdagi agregatlarni ham bemalol xarid qilib, shu turdagi agregatlardan ham foydalanishingiz mumkin akalar. E'tibor beringlar, boshda turgani bog'bon akalarimiz uchun 7 ot kuchli motoblok, orqa tomonda aravasi, bochkasi, karter sistemalari bilan bemalol bog'lagichga kirib, dorilarni seçib, ekinlaringizni doralash uchun mo'ljallangan komplektatsiyasi. Xo'p, bundan keyingi komplektatsiyamiz 7 ot kuchli 170 motorlar bilan jihozlangan motoblokka universal puluk qo'yganmiz. Universal deyilgan sababi o'ngga ham, chapga ham turpoqni tashab beradi hamda balon diziga ham legirovka bo'lib o'tadigan bu universal puluk hisoblanadi akalar. Bundan keyingi modelimiz 7 ot kuchli motoblokka, xo'p, ajriqlarni terib yerlarni tekizlash uchun mola apparatini qo'yilgani. Xo'p, bundan keyingisi 7 ot kuchli motoblokka akalar dom mahsulotlarini ekib, dorilarni solish uchun mo'ljallangan selka apparati. Asosan dori soladi. Undan tashqari dom mahsulotlarini ham legirovka qilib ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, bundan keyingi 7 ot kuchli motoblogimizga chizel qo'yilgan. Bu chizelimiz asosan 50, 60, 70 agatni ichiga tushib, bir dona agatni ichini kultivatsiya hamda chizel qilish uchun mo'ljallangan modeli. Xo'p, ukam biz bitta agatimiz, ikkita agatni olsin degan akalarimiz uchun e'tibor beringlar. 7 ot kuchli motoblokka ikkita agatni ichini chizeli, kultivatsiyasi, agatlarni olib ketish uchun mana shunaqa o'zimiz yasagan universal bo'lgan chizel apparati. Xo'p, bundan tashqari 7 ot kuchli motoblokka akalar, xo'p, agatlarni olib foydalanish uchun agat o'laydigan apparat qo'yilgan holati. Xullas, bu yerda hozir 50% nasatkasini qo'ydik. Sizlarga ma'lumotlarni beramiz va video qiziq bo'lsa, bundan keyingi videoga komment yozinglar. Qanaqa agregatlar bilan chiqarib berishimizni kommentga yozing va sizga qanaqa agregati bilan qiziq. Va undan tashqari hoziroq mana shu videoga bitta like tugmasini bosib, kommentga kirib omad deb yozib beradigan bo'lsangiz, mana shu yerda turgan instrumentlardan bittasini mutlaqo tekinga do'konimizning nomidan sizga berib yuboramiz. E'tibor bering, bu instrumentlar mutlaqo tekin. Xo'p, tekinga mana shunaqa shurpavor nabor, tekinga balgarkani ham prostoy emas, 1 yil garantiyalari bor original balgarka tekinga beriladi sizga. Bundan tashqari mana shunaqa kulish nabor ham tekin. Xullas, bulardan tashqari 100 qo'ldan oshiq instrumentlardan bittasini do'konimizning nomidan motoblok xarid qilganingiz uchun do'konimizning nomidan sovg'a sifatida sizga berib yuboramiz. Bu instrumentlarni tekinga olish sharti juda ham oddiy. Hozir mana shu videoga bitta like tugmasini bosib, kommentga kirib omad deb yozib qo'ying. Boshqa do'konlarda 300 ming, 500 ming sotiladigan instrumentdan bittasi tekinga sizniki bo'lib qoladi. Faqatgina bitta like tugmasini bosib qo'yganingiz uchun. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, qanday qilib tekinga instrumentlar olib ketish shartini tushuntirib o'taman. Kelib bexizolat tekinga instrumentlardan xarid qilib olib ketishinglar mumkin. Mutlaqo pul bermaysizlar u instrumentlar uchun. Xo'p, birinchisidan boshlaydigan bo'lsak, bu 7 ot kuchli motoblokka karter sistemasi ulangan holati, komplekt holatda olaman degan akalarimiz uchun $850 baho qo'yilgan. Bu $850 ga buni xarid qilganinglardan keyin nima ish qilamiz ukam deganlar uchun e'tibor beringlar. Oldi tomondagi 7 ot kuchli motoblokda bemalol yerlarini haydab, kultivatsiya qilib, chizillab, yerda haydab ishlatishinglar mumkin. Hattoki puluklarni ham ulab ishlatsanglar bo'ladi. Orqa tomondagi aravasida akalar karter sistemasi qatirilgan, bog'larning ichiga mana bunaqa ekinlarga dori, porilarni seçib foydalansanglar bo'ladi va undan tashqari bo'shagan paytda bolkaykalarni yechib turib, karter sistemasini olib qo'yib, bochkasi ham yechilib chiqadi, olib qo'ysanglar, aravani o'zida bemalol yuklaringni toshib foydalansanglar bo'ladi. Komplekt holatda $850 baho aytilgan komplektda freza, bochka, karter, xo'p, tormozlari hamma mana shu ko'rib turgan narsalaring bilan beriladi. Baho $850, kamroq kelishtirib arzon naqd qilib beramiz. Tushadigan joyi bor. Xo'p, to'liqroq ma'lumotga aytib o'tyapman, nomerimni qoldiryapman. Qaysi agregati qiziq bo'lgan bo'lsa, telefon qilsanglar, to'liq ma'lumotini beramiz. Xo'p, bundan keyingi agregati 7 ot kuchli original motoblokka universal bo'lgan puluk qo'yilgan holati. Universal deyiladigan sababi ikkala balon diziga ham e'tibor beringlar. Legirovka bo'lib o'ta oladi bu pulugimiz. Keyin bu ham puluk vazifasini, ham agat vazifasini bajaradi. Orqa tomonlari ham legirovka bo'ladigan pulugi bu. Bu pulugimizning narxi 600 mingdan 800 minggacha
xilcha, har xilcha modellari bor. Xo'p, 7-6 kuchli motobloklarning ham sredniy narxlarini aytgan deganlar uchun 7-6 kuchli motobloklarni uyga xo'jalikka ishlatish uchun bizda varianti ko'p. Eng arzoni 3.200 dan boshlab, eng zo'rini sifatlisini olaman 7-6 kuchli desanglar 4.5 million so'mgacha bor akalar. Xo'p, undan keyingisi 7-6 kuchli motoblok uchun asosan yerni haydab bo'lgandan keyin uni ajrig'alarini, o't-potlarini terib tashlash uchun mana shunaqa payshaqa ulangan holat ekan. Bu payshaqqalarimizni narxi 200 mingdan 600 minggacha, katta kichikligiga, metaliga qarab, motoblokni tushishiga qarab turib narxini o'zgartirib, kelishtirib qilib beramiz akalar. Xo'p, undan keyingi motoblogimiz bu ham original Texas motoblogiga orqa tomoniga dom mahsulotlarini ekib, dorilarni solish uchun mo'ljallangan selka apparati qo'yilgan holati. Xo'p, bu selka apparatida asosan dorilarni solasizlar, undan tashqari dom mahsulotlarini ekib, legirovka qilib ishlatsanglar bo'ladi. Asosan metallari temirdan qilib ishlangan, teva tomondagi bunkerlari plastmassali bo'ladi. Orqa tomondagi g'ildiraklarga ham ahamiyat beringlar. Temirli varianti bo'ladi. Bu selkalarimizning narxi 1.500 dan 1.800 ming so'mgacha. Qaysi motoblok qarab qo'yilayotganiga qarab narxi o'zgaradi akalar. Xo'p, bundan keyingi motoblogimiz bu ham 7-6 kuchlik, eng kichkina motobloklar ko'rsatyapman sizlarga hozir. 7-6 kuchlik motoblokka bir dona agatizga tushib, kultivatsiya, chizel qilish uchun universal bo'lgan chizel apparati. Bu chizel hozir eng tor razmerda turibdi. Bu yerda boltga ekalari bor. Buni bo'shatib, legirovkasini kengaytirib, toraytirib ishlatsanglar bo'ladi. Hattoki dishlasa ham tushib chiqadi akalar. Xo'p, bunimizning narxi 300 mingdan 600 minggacha, katta kichikligiga qarab narxi o'zgaradi. Xo'p, bundan keyingi motoblogimiz ham 7-6 kuchli motoblok. Bu 7-6 kuchli motoblogimizga bittalik chizel emas ekan, menga ikkita agat topib ketsin degan akalarimiz uchun ikkitali chizel apparati. Bu ikkitali chizel apparati ham kultivatsiya qiladi, ham chizel qiladi, hamda agat olish uchun mo'ljallab qo'yganmiz. Oldi tomoniga bunga ikkitadan g'ildirak qo'yganmiz. G'ildirak qo'yganimizning sababi motoblogni bosganinglarda, pastga bosganinglarda shu orqada ikkita kichkina g'ildirakga nagruzka tushadi, hamda oldi tomonda baloni ko'tarilib ketmaydi. Oddiy qilib ishlaydigan bo'lsak, motoblogni baloni ko'tarilib ketib, buksayib olib qoladi. Shuni hisobiga oldiga ham g'ildirak qo'yganmiz akalar buni. Xo'p, bularimizni narxi 1.800 dan 2.200 gacha. Ichida agregatlar yana bor. Bu chizelimizni agatlarini ham beramiz, chizellarini ham beramiz, narsalari bor bundan tashqari ham. Xo'p, bundan keyingi motoblok bu ham 7-6 kuchli motoblok, lekin bu 7-6 kuchli motoblogimizga agat oladigan qo'yganmiz. E'tibor berasizlar, agatlarning ichini, agatini tortib, kultivatsiyadan bo'shagan yerlarga sirasi agat olish uchun qo'yilgan nasatkasi. Xullas aytib o'tganimda, kimga mana shu turdagi nasatkalari yoki-da motobloklarni eng arzon narxlarda xarid qilmoqchi bo'lsanglar, ekranga nomerimni qoldiryapman, aloqaga chiqinglar. Narxlarni eng arzon narxlarda, suv tekin narxlarda qilib beramiz. Soni cheklanmagan miqdorda bor, xohlaylar shu turda yig'ilgan holatida, xohlaylar orqa tomonda yashil holatida ham cheklanmagan miqdorda bor. Xo'p, ukam videoni boshida aytding, tekinga shurpavor nabor beraman, tekinga bolgarka beraman, tekinga kulish naborlardan beraman deding va undan tashqari instrumentlar berib o'raman tekinga deding. Uni olish sharti qanday bo'ladi degan akalarimiz uchun bizning do'konga kelasizlar. Ko'chada ko'rsatib o'tgan motoblok va ichkarida gustunitsa apparat xohlagan bitta traktoringizni xarid qilasiz. Traktorni xarid qilib bo'lganingizdan keyin do'konni ichiga kirasiz. Do'konni ichida mana shu to'g'rida turgan omadli baraban bor. Bu omadli barabanning ichida ko'chada ko'rsatgan bolgarka, drill, shurpavor, mana akalar, masatda turgan xullas 100 xillik oshiq instrument shu barabanning ichiga joylab qo'yilgan. Bu 100 xillik oshiq instrumentga salkam 25 millionga yaqin pul sarflaganmiz. Bundan tashqari ichkari tomonda ham mana shularning qolgan qo'shimchalari bor. Shu instrumentlarga sizlar uchun 25 million so'm pul sarflab turib, shu instrumentlarni yig'ib qo'yganmiz. Bu degani 25 million so'mlik instrumentni sizlar uchun tekinga tarqatamiz. Xo'p, videoga bitta like tugmasini bosib, kommentga omad deb yozmagan bo'lsangiz yozib qo'ying. Do'konimizga keling, o'zingizga yoqqan bitta motoblokni xarid qilib, shu barabanda aylantiring. Va shu barabanda aylantirganingizda shotdagi instrumentlardan qaysi biri tushsa ham shu barabanda aylanib, o'sha instrument tekinga berib olinadi. Ko'pchilikda savol bo'lyapti, barabanda sovg'a tushmay qolishi mumkin deganlar uchun barabanimizda 100% sovg'a tushadi. Sovg'a tushmasdan qolishi mumkin emas. Chunki 100% hammasida sovg'a bor. E'tiboringiz uchun rahmat, joninglar sog' bo'lsin.